Ushbu videomiz orqali sizga taklif qilingan protez haqiqatda sizga kerakmi, yo'qmi, buni bilib olasiz va o'z tanish-bilishlaringizga tavsiya qilishingiz ham mumkin bo'ladi. Jinsiy olatning qo'zg'almasligi bugungi kunda global muammolardan biri bo'lib kelmoqda. Eski oti impotensiya edi, yangi tibbiy terminologiya bo'yicha erektil disfunksiya deyiladi va bugungi kunda buni yechimini deb juda ko'pchilik tomonidan protez taklif qilinyapti, lekin taklif qilinayotgan paytda siz bir qadam orqaga qadam tashlab o'ylab ko'rishingiz kerak. Balki tabiiyligini saqlab qolish mumkindir. Birinchi o'rinda bemor kelgan paytda har bir vrach jinsiy olati uzunligini o'lchashimiz kerak va jinsiy olatni ichida biron bir anatomik nuqson, defekt bormi, yo'qmi mazmunida palpatsiya qilib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari qon analizlarini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Asosiy masala jinsiy olatni qo'zg'alishiga kelgan paytda bu jinsiy olatda qon aylanishi qanchalik yaxshiligini bilish kerak. Buni TIS testi deyiladi yoki kavernazal ineksion stimulyatsion testi deyiladi. Videolarimizda ham ko'rib turganlaringdek, bemorimiz 76 yoshda protez taklif qilingan va biz bemorimizda jinsiy olat qon aylanishini baholovchi farmakodopplerografiya qildik. Yaxshi. Jonlanishlik bor. Hozir nima deyapmiz? Uni jinsiy olatdagi qo'zg'alishidagi shikoyatiga qarab turib bemorni biz dozasini belgilaymiz va qildik. Ko'rib turganlaringdek jinsiy olatda qon aylanish yaxshi. 5 minut davomida video stimulyatsiya bilan kuzatganimizda natijasini ko'rib turibsizlar, yaxshi. Bu bemorimiz Surxondaryodan kelishgan va bizda qolib 10 kun davomida 2 marta oldingi videomdagi aytib o'tgandek PRP terapiyasini olishdi. Ikkitani o'zida ham juda yaxshi ijobiy natijalarga erishib, bir hafta 10 kun o'tkazdirib yana kelaman deb ketishdi. Endi sizlarga ham tavsiya, agar sizga jinsiy olating turishi sust va protez qo'yib beraman deyilsa, jinsiy olatimdagi ereksiyani ta'minlovchi qon aylanishi qay darajada ekanligini savoliga yechim topishingiz kerak bo'ladi va ko'rsatilgan testni o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Agar jinsiy olatda ukoldan keyin qon aylanishi yuqori darajalarga ko'rsatadigan bo'lsa, protezni to'xtatib, qon aylanishni orttiradigan muolajalar qilishingiz kerak bo'ladi. Jinsiy olatda qon aylanishini ta'minlovchi bir necha muolajalar bor. Buni hamma o'ziga yaqin, o'zini viloyatidagi urologlarda, andrologga borib murojaat qilib ham baholab, ham muolajalarni olishi mumkin. Bunga hech qanaqa qarshiligimiz yo'q, hattoki taklif ham qilamiz. Agarda imkoniyat bo'lsa, biz Qo'qon shahardamiz, Hospital Zaim klinikasidamiz va zamonaviy barcha usullardan foydalanib kelmoqdamiz. Zarif Jonmurodov sizlar bilan birga.